San'atkorlar ham endi soliq to'laydi. To'lamasa majburiy undiriladi. Leapmotor mashmashasi, xitoyliklar kelishadi. Samarqandda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitidan asosiy xabarlar. Temu blokni yechishi uchun 46 milliard so'm to'lash kerak. Birlashgan Arab Amirliklari sudi 3 o'zbekni o'lim jazosiga hukm qildi. Mashinalar bozorida jiddiy shov-shuv ko'tarildi. O'zbekistonda Xitoyning Leapmotor brendi avtomobillarini sertifikatlash to'xtatildi. Sabab C16 modelida aniqlangan texnik kamchilik. Rasmiylarga ko'ra, ushbu avtomobilda elektromagnit shovqin me'yoridan 16 baravar ortiq chiqayotgan ekan. Lekin jamoatchilik va blogerlar bu qarorni boshqacharoq baholamoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov bu qaror ortida raqobatga toqat qilmaslik borligini ta'kidladi. Mana bahona ham tayyor. Bitta moshin modelida kamchilik aniqlab, butun bir rusumdagi avtomobil importi taqiqlanyapti. Bizningcha bu ham yetarli bo'lmasa kerak, deya yozdi iqtisodchi. Bloger Umid G'ofurov esa 30 yildan beri ishlab chiqarilayotgan Damas'ga hech qanaqa kamchilik topilmayotgani, lekin dunyo bozoriga chiqib ulgurgan Leapmotorga to'siq qo'yilayotganidan ajabda. Qarang, butun dunyoda tan olingan brend, investorlar ichida kazo kompaniyalar bor. Yevropada rasman sotilyapti. Lekin kamchiliklari bor ekanda. 30 yildan beri Damas avtomobili ishlab chiqarilyapti. Mana shu Damasda kamchilik yo'q. Har qanday standartlarga javob beradi. Lekin Leapmotor C16 javob bermaydi. G'ofurov ham Leapmotor bilan bo'layotgan holatni mamlakatdagi raqobat muhitini yomonlashtirishga qilinayotgan urinish sifatida baholadi. Endi tasodifni qarangki, bu kompaniyaga raqobatchi kompaniya O'zbekistonda rasman faoliyat olib boryapti. Bozorini ozgina chaqib bo'lgan Leapmotor endi kamchilikka ega ekan. Keyinchalik texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi Leapmotor mutaxassislari bilan birga avtomobillarni qayta sinovdan o'tkazishini aytdi. Ya'ni masala yana ko'rib chiqiladi. Kuzatamiz. Siz esa fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. 3-4 aprelda Samarqandda Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi yuqori darajadagi sammit o'tkazildi. Tadbirda Ukrainadagi urush, Afrikadagi xavfsizlik, energetika, yashil energiya, transport koridorlari va gumanitar yordam muhokama qilindi. Xususan, Shavkat Mirziyoyev xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ta'kidladi va Ukraina atrofidagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish zarurligini bildirdi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen transport, yashil energiya, raqamli bog'lanish va foydali qazilmalarning eksportini rivojlantirishni ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev ham so'zga chiqib, Yevropa bilan energiya va yadro energiyasi sohasida hamkorlikni kuchaytirishga tayyorligini ma'lum qildi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov transport koridorlari va qayta tiklanayotgan energiya manbalariga urg'u berdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon esa 2037-yilga borib 100% yashil davlatga aylanishni rejalashtirmoqda. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov xavf-xatarlar, kiberhujumlar va biologik xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni rivojlantirishni taklif qildi. San'atkorlar shuncha to'yga chiqadi, reklamadan daromad topadi, lekin soliq to'lashmaydi deydiganlar uchun xushxabar. 2027-yildan san'atkorlar ham majburiy soliq to'laydi. Aytishlaricha, hozirgi kunda ko'plab ijod ahli o'z daromadlarini deklaratsiya qilmayapti. Shuning uchun 2025-2026 ularga xatolarni to'g'rilab olish imkoniyati beriladi. Ana shundan so'ng, ya'ni 2027-yil 1-yanvardan boshlab, agar daromadlar yashirilsa yoki soliqdan qochish holatlari aniqlansa, nazorat tekshiruvlari o'tkazilib, soliq to'lovlari majburiy tarzda undiriladi. Soliq bo'yicha yana bir yangilik. Endi boylarga alohida soliq solinadi. Soliq qo'mitasiga ko'ra, endi ko'p daromad topayotganlardan maxsus tizim orqali soliq undirish yo'lga qo'yiladi. Ayni paytda 18 millionga yaqin odam daromad oladi. Ular orasida daromadi yuqori bo'lganlar elektron bazaga tushadi. Shuningdek, bu tizim chet eldan topilgan daromadlarni ham kuzatib boradi. Qo'mita buni to'liq ishga tushirish uchun taxminan 1 yil vaqt kerakligini aytib o'tgan.
O'zbekistonda blokdan chiqishi uchun 46 milliard soliq to'lash kerak. Marketplace taxminan 46 milliard so'm soliqni to'lamagan. Soliq qo'mitasining aytishicha, bu dastlabki hisob-kitob natijasi bo'lib, hali yakuniy tekshiruv o'tkazilmagan. TMUga soliq to'lash bo'yicha e'tiroz xati yuborilgan va agar ular soliqlarni to'lab, barcha huquqiy talablarga javob bersa, ularning faoliyatini legallashtirish mumkin bo'ladi. Avvalroq bu muammo Wildberries Marketplace'ida ham kuzatilgandi, ammo ularga yuborilgan e'tiroz xatidan keyin 52 milliard so'm miqdorida soliq to'lagan. Shundan so'ng ularga bemalol ishlashga ruxsat berilgan. Birlashgan Arab Amirliklari sudi o'zbekistonliklarni o'limga hukm qildi. Birlashgan Arab Amirliklari sudi Yahudiy Ravinni Svekogani o'ldirishda gumon qilinib, ushlangan 3 nafar o'zbekistonlikni o'limga hukm qildi. Unda qotillikka yordam bergan 4-shaxs umrbod qamoq jazosi olgani aytiladi. Bu haqda Isroil matbuoti xabar berdi. Qayd etilishicha, hukm 30-mart kuni chiqarilgan. Tashqi ishlar vazirligi holatni bir nechta ommaviy axborot vositalariga tasdiqlab, bu yakuniy qaror emasligini ma'lum qilgan. Ammo holat yuzasidan O'zbekistonning pozitsiyasi haqida ma'lumot bermagan. Isroil va Moldova fuqaroligiga ega bo'lgan 28 yoshli Ravin Svekogan 2024-yil noyabr oyida Dubayda bedarak yo'qolgan. Uning jasadi bir necha kundan keyin Ummon bilan chegaradosh Al-Ayn shahrida topilgandi. Isroil hukumati Ravinning o'ldirilishini aksilsemit terakt harakati deb atagan. Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovning o'shanda O'zbek tomoni tergovda har ikki davlat Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil rasmiylari bilan hamkorlik qilayotganini ta'kidlagan. Keyingi haftada yaxshi yangiliklar ko'payishiga umid qilamiz. Sizlar bilan Mohinur Umurzoqova bo'ldi.